Dunyoda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning qisqarishi natijasida ko'plab sohalarda muammolar kelib chiqayotganligi bor haqiqat. Bugun ana shu masalalar yoqilg'i energetika tarmog'iga ham tahdid solmoqda. Bu bilan insoniyat global energetika inqiroziga uchrayotgani, jahonda kuchli iqtisodiyotga ega mamlakatlarda blokkautlar kuzatilayotgani so'zimizga isbot. Keyingi vaqtlarda prezidentimiz tomonidan yangi O'zbekistonda yoqilg'i energetika sohasini modernizatsiya qilish, jahon andozalari asosida yangi quvvatlarni joriy etish, tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarish yo'lida ko'plab muhim tashabbuslar ilgari surildi. Energetika so'nggi paytlarda butun yer yuzida bo'layotgan muammolardan biridir. Gaz ham bir kun borib tugashi mumkin. Yashil energiya programma ishlab chiqilgan. Ya'ni o'z-o'zini elektr toki bilan ta'minlash, quyosh batareyasidan foydalanish, bular hammasi energetikani dolzarb mavzulardan biri. Yashil energetikadan unumli foydalanishimiz kerak. Energetika rivojlanishi bilan mamlakatimizda ishlab chiqarish, sanoat, og'ir va yengil metallurgiya, shuningdek xalq farovonligi ham o'sib boradi. Buni natijasida davlatimiz ham rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. So'nggi yillarda yurtimizda yoqilg'i energetika resurslaridan samarali foydalanish, ularni talon-toroj qilish holatlarini oldini olish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish orqali bozor mexanizmlarini joriy etish borasida tizimli ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, sohada davlat nazoratini ta'minlash, yoqilg'i energiya ta'minoti tizimida vertikal boshqaruv va qat'iy idoraviy nazoratni kuchaytirish, resurslarni ishlab chiqarishdan boshlab iste'molchi yetkazib berilguniga qadar bo'lgan jarayonlarni nazorat qilish, zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalarini to'liq tatbiq etish, ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi korxonalar va nazorat idoralari o'rtasida tizimli axborot almashinuvini yo'lga qo'yish, ular o'rtasida axborot almashinuvini o'zaro integratsiya qilish hamda tafovutlarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish, sohadagi huquqbuzarliklarni oldini olish, foydalanilgan resurslar uchun qat'iy to'lov intizomini yo'lga qo'yish, yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratining yangi mexanizmlarini joriy etish, sohada raqamlashtirishni yanada keng qo'llash maqsadida 2023-yilning 24-may sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energiya nazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni qabul qilinib, prokuratura organlari tomonidan sohada doimiy nazorat o'rnatildi. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan yoqilg'i energetika sohasida doimiy nazorat o'rnatilgan. Aholini uzluksiz yoqilg'i energetika resurslari bilan ta'minlash, davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, hududlarda aholini rozi qilish, elektr va gaz xodimlari orasida korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik, qonunchilik ijrosi ustidan nazoratni yo'lga qo'yish asosiy maqsad qilib olingan. Viloyat prokuraturasi tomonidan ta'minotchi korxonalar bilan birgalikda elektr va gaz yo'qotishlari og'ir bo'lgan hududlar tanlab olinib, yo'qotishlarning kelib chiqish sabablari mutaxassislar bilan birgalikda chuqur o'rganib chiqilib, barcha chora-tadbirlar belgilab olinib, o'sha u belgilangan muddatlarda aholini elektr va gaz bo'yicha yo'qotishlarni qisqartirish asosiy maqsad qilib olingan. Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan o'tgan 2025-yil mobaynida muayyan ishlar bajarilib, qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, tarmoqqa mas'ul bo'lgan bo'lim tomonidan jami 9 ta tekshiruv va 19 ta tahliliy o'rganishlar o'tkazildi. Natijada aniqlangan qonunbuzarliklar bo'yicha 208 ta prokuror nazorati hujjatlari qo'llanildi. Xususan, qonunbuzarlikni bartaraf etish yuzasidan 14 ta taqdimnoma kiritildi. 88 nafar shaxsga intizomiy hamda 33 nafariga ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rib chiqildi. Qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik xususida 122 nafar mansabdor shaxslar ogohlantirildi. Qonun talablariga zid ravishda qabul qilingan hujjatlarga nisbatan 2 ta protest keltirildi. Jiddiy qonun buzilishi holatlari yuzasidan 37 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. 106 nafar shaxsning buzilgan huquqlari qayta tiklandi. Prokuratura organlari bilan shu joylardagi muammolarni aniqlash, joydagi muammolarni bartaraf etish va manzilli dasturlarni shakllantirish yuzasidan ular bilan hamkorlikda ishlar olib bordik. 2025-yil davomida 2126 kilometr tarmoqlari va 777 ta transformator mukammal ta'mirlandi. Shu bilan birgalikda 6930 kilometr havo va kabel tarmoqlari va 2126 ta transformator punktlari joriy ta'mirlash amalga oshirdi. Bu bilan biz to'xtab qolganimiz yo'q. Ya'ni turli xil dasturlar doirasida 2025-yil davomida 1000 kilometr
tarmoq va 148 ta transformator punktlari yangitdan qurildi. 148 ta transformatorimizni bor yo'q 21 tasi quvvatni kattalashtirildi. Qolgan transformatorlarimiz hammasi yangitdan o'rnatildi. Shu bilan bir qatorda 14800 ta beton tayanchlar o'rnatildi. Viloyatimiz hududidagi aholi va ulgurji iste'molchilarni elektr energiyasi yaxshilandi va yangi qurilayotgan O'zbekiston massivlari elektr ta'minoti yaxshilab yangitdan qurildi. Mana shu ko'chada 50 yildan beri yashaymiz. 2 yil bo'ldi mana shu transformator o'rnatib berishdi. Oldin yog'och talbalar edi, qiyshayib turadigan. Tez o'chardi, yarim soatlab, 1 soatlab o'chardi. Nechta odamlarning xaladinlari, tifallari kuydi. Endi hozir yaxshi o'chmayapti. Mana beton talbalarga almashtirishdi. Xursandmiz. Bugungi kunda Toshkent viloyatida elektr iste'moli bo'yicha 791.704 ta abonentlar mavjud bo'lib, ularning 34.689 tasi yuridik shaxslar va 757.015 tasi aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri keladi. Iste'molchilarga 83 ta podstansiya, 7567 ta transformator punktlari xizmat qilmoqda. Shuningdek, viloyatda 24455 u %98 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari mavjud. O'rtacha kunlik elektr iste'moli 32 million kilovat soat bo'lib, oyiga 960 million kilovat soat, yiliga 11,5 milliard kilovat soatni tashkil etadi. Shuningdek, viloyatda 12428 kilometr gaz quvurlari mavjud bo'lib, 678 mingdan ortiq abonentlarga 6821 ta gaz taqsimlash punkti xizmat ko'rsatmoqda. 2025-yil Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyatining Hudud gaz Toshkent filiali gaz ta'minot filiali tomonidan Toshkent viloyatining 17 ta tumanida yillik yakuniga 48 ta obyektning barchasida qurilish montaj ishlari to'liq olib borilib, 28,4 kilometr, ya'ni 100% ga bajarildi. Shuningdek, 3,4 kilometr rekonstruksiya ishlari to'liq amalga oshirildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlari asosida 10 ta tumanda 40 kilometr yangi gaz quvurlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu barcha ishlar shu aholini 2025-26 yillarda tabiiy gaz bilan xavfsiz, uzluksiz ta'minlash maqsadida bajarilgan ishlar bo'lib, bu orqali aholini gaz ta'minoti yaxshilandi va tabiiy gazdan xavfsiz foydalanishni yo'lga qo'yildi. Bizni Mash'al mahallamizda ham 8-10 yildan beri mahallamizda gaz bosimi juda past edi. Ayniqsa yosh bolalar, o'quvchilarimiz, bog'chaga boradigan o'quvchilar juda kasallanib, shamollardi. Buning ustiga kasalxonalarimiz to'lib ketdi sovuqdan. So'nggi paytlarda prezidentimizni energetikani rivojlantirish va yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorlar qabul qilinyapti. Mana bu yil, mana hozir gaz bosimi juda yaxshi. Buning uchun avvalambor prezidentimizga, yurtboshimizga rahmat aytishimiz kerak. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energiya nazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmonida bevosita iste'molchilar tomonidan foydalanilgan hamda tegishli hududlar chegarasidagi tarmoqlarga yetkazib berilgan yoqilg'i energiya resurslari hajmi o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash, yoqilg'i energiya resurslari iste'molchilarning debitorlik va kreditorlik qarzlarini nazorat qilish, majburiy ijro byurosi iste'mol qilingan energiya resurslari uchun qarzdorlikni undirish to'g'risidagi ijro hujjatlarining majburiy ijro etilishini ta'minlash maqsadida tizimdagi har bir xodimning mas'uliyatini oshirish choralarini ko'rish belgilangan. Debitor qarzdorlikni undirishdan asosiy maqsad gaz va elektr iste'molida aholiga uzluksiz yetkazib berish uchun albatta aholining to'lov intizomini rioya qilinishi, bunda gaz va elektr xodimlari tomonidan debitor qarzdorlikni undirilishi bo'yicha qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ymaslik to'liq nazoratga olingan. Bunda asosan qarzdorliklar o'z vaqtida undirilishi uchun sudlarga da'vo arizalar kiritilib, ularni undirilishi majburiy ijro byurolari tomonidan undirilishi doimiy nazoratga olingan va bunda suiiste'molchilik holatlari bo'yicha viloyat prokuraturasi organlari tomonidan doimiy nazorat o'rnatilgan. Viloyat hududida nisbatan og'ir bo'lgan hududlarda tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan doimiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, unda elektr va gaz iste'moli uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish aholiga doimiy tushuntirib borilmoqda. Bundan tashqari yuridik iste'molchilar tomonidan ham to'lov intizomiga rioya qilinishi, to'lov intizomiga rioya qilmagan aholi va ulgurji iste'molchilarni
qarzdorliklarni undirish bo'yicha sudlarga belgilangan tartibda da'vo arizalari kiritilishi doimiy nazoratga olingan. Toshkent viloyati bo'ylab 2025-yil davomida tabiiy gazdan debitor qarzdorlik bo'yicha 83,4 milliard so'm ixtiyoriy undirilgan bo'lsa, 166,1 milliard so'mlik qarzdorlikni undirish bo'yicha sudlarga 3356 ta arizalar kiritildi. Shuningdek, elektr energiyasidan 70,8 milliard so'mlik debitor qarzdorlik ixtiyoriy undirilib, sudlarga 377,5 milliard so'mlik qarzdorlikni undirish bo'yicha 3356 ta arizalar kiritildi. Shukrona albatta bildirish kerak. Shunaqa zamonda yashayapmiz. Suvimiz bor, svetimiz bor, gazimiz bor, o'g'lim. Davlat shunchalik bizga yetkazib beryaptimi? Biz shukrona aytib, rahmat aytib, vaqtida to'lashimiz kerak. Men har pensiya olganimda cho'chik ham qarayman. Svetga, suvga hammasiga vaqtida to'lab boramiz. O'sha foydalangandan keyin vaqtida to'lash kerak, iste'mol qilgandan keyin og'rimasdan to'lash kerak. Oxirgi 2-3 yilda prokuratura bilan hamkorlikda ishlagandan keyin qarzdorliklarni undirish, debitor qarzdorlik, kreditor qarzdorliklar yaxshi samara beryapti. Askiya tizimiga o'tgandan keyin hamma xonadonlarga to'liq elektron hisoblagichlar, aqlli hisoblagichlar o'rnatilgandan keyin o'z-o'zidan tushumlar ko'paydi, o'g'irliklar yo'q. Bu o'z-o'zidan aholi manfaatiga xizmat qiladi. Tushum yaxshi bo'lgandan keyin orttirilgan mablag'lar hisobiga o'sha transformatorlar yangilanadi, beton stullari yangilanadi, yog'ochlar betonga almashadi. Shuningdek, farmonda prokuror nazoratini o'rnatish orqali energiya resurslari iste'molini masofaviy nazorat qilish jarayonini raqamlashtirish, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan yoqilg'i energiya resurslarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, uzatish, taqsimlash va iste'mol qilish, ularning miqdor jihatdan saqlanishi ustidan monitoringni yuritish, elektr, gaz uzatish va gaz taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanish, yoqilg'i energiya resurslarini talon-toroj qilish va noqonuniy iste'mol qilishning boshqa holatlari haqida ma'lumotlarni tahlil qilib borish va energiya manbalarini iqtisod qilish bo'yicha vazifalar ko'zda tutilgan. Elektr energiyasini iqtisod qilish bo'yicha asosan hududlarga quyosh panellari o'rnatish, geokollektor va boshqa turdagi chora-tadbirlarni qo'llash orqali elektr iqtisodini samarali rejasini bajarish bo'yicha doimiy chora-tadbirlar belgilangan. Bu bo'yicha barcha amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar nazoratga olingan. Tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha iste'molchilarni 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Bundan tashqari mukammal va joriy ta'mirlash orqali gaz obyektlarini rekonstruksiya qilish orqali gaz iqtisodiga erishish asosiy maqsad qilib olingan. Elektr va gaz resurslarini iqtisod qilishning asosiy maqsadi energiya resurslarini barqaror iste'molchilarga yetkazib berilishini ta'minlash. Yoqilg'i energetika sohasida joriy yil davomida olib borilgan nazorat tadbirlari tomonidan bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Jumladan elektr va gaz iste'moli bo'yicha yo'qotishlar kamayishiga erishildi. Elektr energiyasidan debitor qarzdorlik 2025-yil boshiga nisbatan qo'ldagi ko'rsatkichlar bilan debitor qarzdorlik muayyan darajada qisqarishiga erishildi. Elektr energiyasi bo'yicha yo'qotishlar yil yakuni bilan 5,1% tashkil etib, o'tgan yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan ancha natija berdi. Vazirlar Mahkamasining 2025-yilda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan Toshkent viloyatida 303,7 million kilovat soat elektr energiyasi, 206,6 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilish rejalashtirilgan. O'tgan yilda prokuratura organlari nazorati ostida elektr energiyasini iqtisod qilish uchun 80,3 megawatt quyosh panellari, 218,3 ming litr geokollektorlar, 777 ta transformator punktlari, 26,156,1 kilometr elektr tarmoqlari modernizatsiya qilindi va mukammal ta'mirlandi. 455 ta reaktiv kompensator batareyalari o'rnatildi. 15,985 ta boshqa tashkiliy texnik tadbirlar bajarildi. Natijada 354,6 million kilovat soat elektr energiyasi iqtisod qilinib, reja 116% ga bajarildi. Shuningdek, o'tkazilgan xatlovlar davomida 172,2 ming kilovat soat elektr energiyasini iqtisod qilishning qo'shimcha manbalari aniqlandi. Iqtisod qilish masalasi ham shu yerda turibdi, ya'ni bizning asosiy tarmoqlarimiz SIP tarmoqlariga almashtirilayotgani, ya'ni bu yerda o'z-o'zidan tabiiy yo'qolish kamayadi va iste'molchilarga sifatli elektr energiyasi yetkazib beriladi va birinchi navbatda qo'yiladi xavfsizligi, ertaga bo'ladigan haqiqiy tabiiy ofatlarda ham o'tish xavfi kamayadi. Undan tashqari iqtisod qilish masalasida prokuratura organlari bilan targ'ibot ishlarini olib boramiz.
ya'ni aholi iste'molchilarida o'rnatiladigan uskunalar asosan chiroqlarni tejamkor elektr lampochkalar o'rnatilyapti va ishlab chiqarish korxonalariga ham uskunalarini zamonaviy hozirgi kunda talabga beradigan zamonaviy va energiya tejamkor uskunalar o'rnatish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot ishlari prokuratura organlaridan olib borilmoqda. Tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha 39 mingta xonadon 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. 6821 ta gaz taqsimlash punktlari, 31,4 kilometr gaz tarmog'i modernizatsiya qilindi va mukammal ta'mirlandi. 38 mingta nostandart gaz jihozlari energiya tejamkoriga almashtirildi. 20,733 ta boshqa tashkiliy, texnik tadbirlar amalga oshirildi. Olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida 158,5 metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinib, reja 167,4% ga bajarildi. Ishchi guruhlar tomonidan o'tkazilgan xatlovlar davomida 81,5 ming metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishning qo'shimcha manbalari aniqlandi. O'tgan 2025-yil Toshkent viloyati gaz ta'minoti xo'jaliklarini 20 ta shahar tumanida bir qancha ishlar olib borildi. Jumladan o'sha GTNlarni demontaj qilib, hududlarda ikki boshli tizimga o'tkazish. Buning oqibatida o'sha texnologik yo'qotishlarni oldini olish. Undan tashqari o'sha 630 kilometr gaz quvurlarimiz estetik jihatdan ta'mirlanib, bo'yoqlash ishlari olib borildi. 3000 kilometrdan oshiq yer osti gaz quvurlarimiz zichlikka sinaldi hamda maxsus asbob pribor orqali tekshirildi. Undan tashqari o'sha reja asosida olib borilgan ishlarimizdan yana biri yangi tipdagi gaz taqsimlash nuqtalari bo'ldi. Rejaga asosan 150% ga oshiqona bajarib, Toshkent viloyati hududida 149 ta yangi gaz taqsimlash nuqtalari o'rnatildi. Shuningdek, 2025-yilda Toshkent viloyati hududidagi iste'molchilarni bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida 7127 ta yuqori va o'rta bosimli gaz taqsimlash qurilmalarini joriy ta'mirlash va texnik taftishdan o'tkazish, gaz quvurlarini korroziyaga uchrashini oldini olish maqsadida 380,5 kilometr gaz quvurlarida bo'yoqlash va joriy ta'mirlash, 31,4 kilometr gaz quvurlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish, 49 dona yuqori va o'rta bosimli gaz taqsimlash nuqtalarini mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Yil davomida elektr va gaz iste'molida aholi noroziligini kamaytirish uchun, keyin ta'minotchi korxona xodimlarida suiiste'molchilikka yo'l qo'ymasligi uchun doimiy targ'ibot tadbirlari amalga oshiriladi. Bunda har chorakda, har oyda bir marotaba gaz va elektr xodimlari bilan birga profilaktik suhbatlar, korrupsiyaga qarshi bo'lgan davra suhbatlari, ma'ruzalar, targ'ibot tushuntirish orqali mana shu korrupsiya holatlarini oldini olish, hududlarda to'lov intizomiga rioya qilinishi, elektr va gaz iste'molida debitor qarzdorlikni qisqartirish, eng asosiysi elektr va gaz iste'moli bo'yicha noqonuniy foydalanish, o'g'riliklarni oldini olish bo'yicha doimiy nazorat amalga oshirilib, bunda nazorat organlari tomonidan doimiy reyd tadbirlari o'tkaziladi. Reyd tadbirlarida aniqlangan holatlar tezkor tadbirlar davomida tegishli tartibda rasmiylashtirilib, chora ko'rilishi va yetkazilgan zararlar o'z vaqtida undirilishi doimiy nazoratga olingan. Bunda asosiy maqsad elektr va gaz iste'moli bo'yicha davlatga tushumlarni doimiy nazoratga olish va bu borada elektr va gaz ta'minotchi korxonalari tomonidan qonunlarga rioya etilishini doimiy nazoratga olish, bunda suiiste'molchiliklarga yo'l qo'ymaslik va bunda aholini debitor qarzdorligini qisqartirish, aholini gaz va iste'molini uzluksiz ta'minlash orqali aholini rozi qilish asosiy maqsad qilib olingan. Aytish o'rinliki, prokuror nazorati ostida 2025-yilda energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etish bo'yicha o'tkazilgan reyd tadbirlar natijasida 10,062 ta holatda 122,9 milliard so'mlik energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan 286 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, 3585 nafar shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, aniqlangan zararning 75 milliard so'mini undirilishi ta'minlandi. Shundan o'tgan davrda aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan 35 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gaz xo'jaligida o'sha noqonuniy ulanmalar, qoidabuzarlik holatlarini Toshkent viloyati prokuraturasi hamda departament xodimlari bilan birgalikda tuzilgan ishchi guruhlar bo'yicha tarmoqqa ulangan iste'molchilar aniqlanib, ularga nisbatan sudgacha topshirish ishlari
amaliyotda olib borildi. Buning natijasida o'sha kelib chiqishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni oldini olish hamda aholi orasida targ'ibot tashviqot ishlarini izchil yo'lga qo'yildi. So'nggi 2-3 yil mobaynida yoqilg'i energetika sohasida prokuror nazorati o'rnatilishi, sohaning tartibga solinishi, debitor qarzdorlikning qisqarishi, tabiiy yo'qotishlarning kamayishi va aniq mexanizmlarning ishga tushirilishi natijasida elektr va gaz tarmoqlaridagi uzilishlar kamaydi. Tabiiy gaz bosimi pasayib ketgan hududlar o'rganilib, aholiga bir maromda tabiiy gaz va elektr energiyasini yetkazib berish choralari ko'rildi. Bu bilan aholi xonadonlari va yuridik shaxslarning energiyaga bo'lgan ehtiyoji barqaror ta'minlanib, energetika sohasiga bo'lgan ishonchi ortdi. Shu bilan bir qatorda ularning roziligi ta'minlandi. Biz o'rtacha chig'imizda 28800 ta xonadon bor. Bir me'yorda gaz berish bo'yicha 2 bosqichli tizimga o'tkazganmiz. Mashal mahallasi bor. Bir necha yillardan beri qishki mavsumda aholi gazdan bir me'yorda yetkazib berish imkoniyati bo'lmagan, pasayib ketgan gaz ta'minoti. Shu yuzasidan biz 3,5 kilometr diametri 159 bo'lgan gaz quvuri rekonstruksiya qildik. Aholiga bir me'yorda gaz yetkazib berildi. Hozirgi kunda 1200 ta xonadonda gaz ta'minoti bir me'yorda ta'minlandi. 74-yillar endi mana bu O'rta Chirchiq rayonidan gaz tortilgan edi bizga. Shu gaz tortilgandan 1 yil, 2 yil yaxshi bo'ldi-da gaz. Bir 10 yil, 15 yil mobaynida umuman biz gazni ko'rmadik desak ham bo'ladi. Qish paytida. Yozda lekin bo'lar edi. Qish paytida bo'lmas edi. Endi ana shuni o'tini yoqish, ko'mir yoqish, shu sarsangarchilikni 3 oyda o'tkazar edik. Endi bu yil mana Xudo xolasa mana gaz tortildi 5,5 kilometr. Endi Xudo xolasa hozir yaxshiga. To'g'ri. Endi bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Uyimdagilarni ham kontrol qilib turaman. Neto'shda ko'chadagilarni. Bekardan bekarga yoqib qo'ymanglar. Isrof qilmanglar. Ortiqchasini bekitib qo'yinglar. Kranni yopib deb o'zim qarab turaman. Endi bu nimalarga endi qancha ekonom qilsa, qancha qarasa o'zlariga yaxshi-da. Endi bu ham hali havodan kelayotgan narsa emas-ku. 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va betalofat o'tkazish maqsadida hududiy filialning markaziy omborida hamda tuman shaharlar elektr tarmoqlari omborlarida avariyaviy zaxira yaratilgan bo'lib, ta'mirlash va boshqa ishlar uchun materiallar zaxira qilingan. Jumladan 31,9 kilometr kabel hamda 1716 ta kabel muftalar va har xil turdagi avtomat o'chirgichlar, rubilniklar hamda boshqa zaruriy materiallar hozirlangan. Shuningdek, Toshkent viloyati bo'yicha 136 nafar injener, 485 nafar elektromontor xodimlardan iborat 98 ta ta'mirlash brigadalari tashkil etildi. Kuz-qish mavsumiga 24 soat navbatchilik tashkil qilingan 22 ta brigada 44 ta maxsus texnika bilan jihozlangan. 44 ta texnikadan 22 tasi maxsus texnika, 22 tasi Damas avtomashinasi. Bundan tashqari kuz-qishi betalofat o'tkazish uchun zaxira yaratilgan. 22 ta tuman shaharda va o'zimizning viloyat omborimizda jami 178 ta turli tipdagi transformatorlar, 88 tonna transformator moyi, 9 tonna sim, 65 kilometr kabel, 24,050 ta turli xil turdagi avtomat, rubinlik, saqlagichlar bilan zaxira yaratganmiz. 120 tadan oshiq beton ustunlar mavjud zaxirada. Bundan maqsad shu aholini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash, avariya bo'lganda tezkor bartaraf etish. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida Hudud Gaz Toshkent gaz ta'minoti filial tomonidan qator ishlar amalga oshirilib, xususan suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha 2025 yilning oktyabr va 2026 yilning mart oylari davomida 2700 tonna suyultirilgan gazni oylik belgilangan jadval asosida yetkazib berish rejalashtirilgan. Bugungi kunda Toshkent viloyati bo'yicha suyultirilgan gaz iste'molchilari 40 mingdan ortiq tashkil qiladi. 2025 yil davomida suyultirilgan gaz ta'minlanuvchi iste'molchilarga 5531 tonna suyultirilgan gaz hajmlari yetkazib berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 16 sentyabrdagi 286 sonli qarori hamda Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining 2025 yil 10 oktyabrdagi 163 sonli qaroriga asosan iste'molchilarga maishiy gaz ballonlari manzilli yetkazib berish hamda korrupsion holatlarning oldini olish maqsadida
biometrik tasdiqlash, ya'ni Face ID orqali iste'molchilarga sultaran gaz hajmlari yetkazib berilmoqda. Iste'molchilarni sultaran gaz bilan ta'minlash maqsadida Toshkent viloyatidagi mavjud gaz to'ldirish shoxobchalari orqali yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda maxsus avtotransportlar orqali tog'li, olis, borish qiyin bo'lgan hududlarga sultaran gaz hajmlari maishiy gaz ballonlarida Face ID orqali naqd pullarsiz yetkazib berilish yo'lga qo'yilgan. Iste'molchilarga suyultirilgan gazni uzluksiz yong'in texnika xavfsizligini ta'minlagan holda yetkazib berish maqsadida puxta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilib, gaz ta'minoti tizimidagi barcha texnologik jarayonlar to'liq nazoratga olingan. Shuningdek, gaz to'ldirish shoxobchalari orqali maishiy gaz ballonlar 18 ta Isuzu, 4 ta Gazel, bitta yo'l tanlanmas avtotransport vositalari orqali 35-40 kun oralig'ida aholi xonadonlariga yetkazib beriladi. Yoqilg'i energetika sohasida prokuror nazoratini joriy etilishi natijasida Toshkent viloyati hududida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Energetika tizimi viloyat hududida barqaror ishlashiga erishildi. Aholini yoqilg'i energetika sohasidagi noroziliklari qisqarishiga olib keldi. Gaz va elektr ta'minotchi korxonalari xodimlarini aholi bilan munosabatlari ham doimiy nazoratga olindi. Bunda asosan suiiste'molchilikka yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan tegishli choralar ko'rilib, doimiy o'rganish va reyd tadbirlari amalga oshirildi. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan yoqilg'i energetika sohasida qonunchilik ijrosidan nazorat doimiy ravishda amalga oshirib boriladi. Aytish joizki, yoqilg'i energetika sohasida davlat nazoratining samarali o'rnatilishi, jumladan prokuror nazoratini tashkil etilishi, tarmoqning barqarorlashuvi, tizimning taraqqiyoti hamda energetika sohasiga kirib kelayotgan investitsiyalarning oshishi yo'lida muhim qadam bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis hamda O'zbekiston xalqiga taqdim qilgan murojaatnomasida ta'kidlanganidek, energetika sohasida tub burilish yasaldi. Buning hisobiga elektr ishlab chiqarish hajmi 85 milliard kilovatt-soatga yetdi. So'nggi 5 yilda 6000 megawattli quyosh, shamol, gidroelektr stansiyalar ishga tushirilib, umumiy generatsiyada qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi 30% ga yetkazildi. Bundan tashqari, o'tgan yilda 3,5 ming megawattli 4 milliard 200 million dollarlik yangi yashil quvvatlar qurilishiga start berildi. Bu bilan joriy yilda 7 milliard kub metr tabiiy gaz tejallishiga erishiladi. Yoqilg'i energetika sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy barqarorlik, turmush obodligi, aholi farovonligiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.